Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu muborak oyning muborak kechalarida qilayotgan ibodatlarimizni husni qabul qilgan bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs darslaridan bugun 3-si. Birinchi darsimizning xulosasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Rasulullohning boshqa hadislari: "Arjahukum aqlan, ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Oranglarda aqli pishganroqlaringlar, ya'ni eng aqli pishganlar qanaqa odam bo'ladi desa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Allohga muhabbati qattiq odam aqli pishgan odam bo'ladi. Kechagi darsimizning xulosalari qanaqa edi? Inson yer yuzidagi eng mukarram mahluq. U oydan ham, quyoshdan ham, osmondan ham, yerdan ham Alloh taologa mahbub mahluq. Chunki u omonatni ko'tardi. Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan qul bo'lishlik omonatini ko'tardi. Va mana shu omonatni ko'tarishi bilan Alloh taolo uchun aziz mukarram bo'ldi. Inson zoti mukarram mahluq. Va aytdik, Allohdan uzoq bo'lib, bironta odam bu dunyoda saodatli bo'lgan emas. Allohdan uzoq bo'lib, bironta odam saodatli bo'lgan emas va saodatli bo'lmaydi ham. Chunki insonning saodati Alloh uni yaratgan islomiy fitratda turishligi bilan bo'ladi. Baliq suvda yayraydi. Suvdan chiqarib uni oltin dusiga qo'yib qo'ying, ipek yostiq dusiga qo'yib qo'ying, unda u rohat olmaydi, o'ladi. U faqat suvda yayraydi. Xuddi shunga o'xshagandek, inson bolasining nafsi, inson bolasining borlig'i Allohning manhajida bo'lganda yayraydi. Undan chiqdimi, hayoti shaqovatga to'ladi. Taklifotlar. Alloh azza va jalla siz bilan bizga koinotni berdi. Aqlni o'lchov qilib, tarozi qilib berdi. Mana shu aqlni birodarlar ko'zga o'xshatsak bo'ladi. Ko'z har qancha kuchli, har qancha o'tkir bo'lmasin, yorug'likka muhtoj. Agar yorug'lik bo'lmasa, ko'z ko'rmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek ham insonning aqli har qancha pishgan, har qancha o'tkir bo'lsin, ilohiy nurga muhtoj bo'ladi. Aql bor va unga nur bor, ilohiy nur. Agar nur bo'lmasa, ko'z ko'rmagandek, ilohiy nur bo'lmasa, inson aqli ham albatta adashib qolishligi muqarrar bo'ladi. Aytdik-ku, g'arb odamlari Alloh taolodan yuz o'girishdi. Allohning manhajini chekiga surishdi. Aqlimiz bilan hamma yo'lda topa olamiz deyishdi. Haqiqatan texnikada, ilm-fanda juda ham katta yutuqlarga erishdi. Ammo o'zlarini kimligini unutib qo'yishdi. Nima uchun? Faqatgina aqlga suyanilganligi uchun. Aql bu o'lchov, tarozi. Endi Allohning manhaji mana shu tarozi uchun tarozi. Tushuntira oladimmi? Sizni aqlingizga kelgan gaplar, sizni aqlingizga kelgan fikrlar, o'yingizga kelgan bir xayollarni to'g'ri noto'g'riligini o'lchab beradigan Allohning shariati bo'lmasa, aql hamma narsani to'g'ri deb ketaveradi. Aql idrokiy quvvat, aql tarozi, shariat esa mana shu aql uchun tarozi. Tarozi uchun tarozi. Alloh azza va jalla mana shularning hammasini siz bilan bizga berib turib, koinotni berdi, aqlni berdi, ixtiyorni berdi. Yana ham amallarimiz qadrliroq bo'lishi uchun Alloh taolo tanlash ixtiyorini berib qo'ydi. Shahvatlarni paydo qilib qo'ydi bizda. Mana shu shahvatlarni, xohishlarimizni, istaklarimizni jilovlab, sabr bo'ladigan bo'lsak, Allohning nazdida qadrimiz baland bo'ladi. Masalan, inson mana hozir zino qilishga imkoniyati yo'q-da. Biz zino degan imtihondan o'tmayapmiz hozir. U qachon bo'ladi imtihon? Sizdan faqatgina rozilik talab qilib turilibdi. Muannas jinsidagi odam, xotin, gap qisqasi, sizga o'zi moyillik bildirib turibdi. Hamma sharoitlar muhayyo. Sizdan rozilik talab qilindi. Mana o'sha momentda, ana shu daqiqada sizga zinodan imtihon turibdi. Tushunarlimi? Inson mana shu imtihondan o'ta olsa, nafsini, shahvatini jilovlay olsa,
sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu hadisidagi go'zal, chiroyli ayol zinoga taklif qilganda, men Allohdan qo'rqaman deydigan odam Allohning arshini soyasida turadigan 7 ta odamda bittasi deyilgan. Agar sizga shunaqa zinodan imtihon bo'lganda o'ta olgan bo'lsangiz, umid qiling payg'ambarimizning bashoratidan. Siz bilan bizga mana shu shahvatlarni Alloh paydo qilib qo'ydi. Shuni jilovlasak, o'zimizni shariat doirasidan chiqarmasak, qadrimiz yana ham ko'tariladi. Mana otamiz Odam alayhissalom jannatga yaratib qo'ydi. Qovurg'asidan o'zini jufti Havvo onani yaratib qo'ydi. Mana jannat sizlarga xohlagancha yeb, ichib mana shu joyda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni mana shu daraxt imtihon edi. O'sha daraxt kerak, birodarlar. Toki Odam alayhissalom ana shu o'zini nafsini jilovlab, Allohning manhajida turmasligini nima qilsin? Sinovdan, imtihonidan o'tsin. Agar siz bilan bizga gunoh ma'siyat qilishlikka maylni, ana shu gunoh ma'siyat qilishlikka iqtidorni bermaganida nimadan imtihon topshirardik? Nimadan imtihon topshirardik? Mana shu shahvatlarni berdi, inson shu shahvatlardan jilovlab, imtihondan chiroyli o'tsa darajasi ko'tariladi. Alloh taolo mana bu daraxtga yaqinlashmanglar, mana bu sizlarning dushmaninglar shayton bunga quloq solmanglar dedi. Lekin Odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yedi Havvo ona bilan. Endi Alloh taolo nima dedi? Astagfirullah. Qala bito minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Alloh aytdi, undan jannatdan har ikkingiz tushingiz. Ayrimlaringizga dushmandir. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Yer yuziga tushdi otamiz Odam alayhissalom. Alloh taolo aytdi, mendan hidoyat keladi. Kim meni hidoyatimni mahkam ushlasa, adashmaydi, bir, va baxtsiz bo'lmaydi, ikki. Hidoyatni ushlash, nafsni jilovlash mana shu ikkita narsani bizga ta'minlaydi. Yo'ldan ozmaymiz va baxtsiz bo'lmaymiz. Insonlar dunyoga kelar ekan, nimaga kelganligini bilmaydi ko'pchiligi. Keldi, tug'ildi, yedi, ichdi, yashadi, ko'paydi, o'ldi. Alloh taolo aytayapti. Shu bilan bo'ldimi? Yo'q. Robbimiz aytayaptiki, astagfirullah, afahasibtum annama khalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunday kelib, shunday ketaveramiz deb o'ylayapsizlarmi? Ayaqsabul insanu an yutraka suda. Inson nima? O'zini bekat tashlab qo'yilishini o'ylaydimi? Tushunarlimi? Keldingmi? Demak bir maqsad bor. Kimdir seni bu dunyoga keltirdi. Qaysidir maqsad uchun kelding. Endi shundayla kelib ketaman degan bo'lsang, unda hayvon bo'lib qolasan sen. Inson bu dunyoga solih amallarni qilish uchun keldi. Mana shu amali bilan, mehnat va mashaqqati, qurbonchiligi bilan Robbisi uni yaxshi ko'rishini his qiladi. Mana shu nozik shuur bilan u o'zini Robbisiga iqbol qiladi. Ana shu iqboli sababli, Robbisiga bo'lgan iqboli sababli boshqalarga ato qilingandan ko'ra ko'proq narsani oladi. Mana birodarlar, tabiatimiz bor ekan, yana zimmamizda mas'uliyatimiz bor ekan. Ko'pincha insonning tabiatiga Alloh yuklatgan taklifotlar to'g'ri kelmaydi. Nima degani? Ko'zingni tiyilishga buyurilgansan, lekin ko'zing bu narsalarga qaragisi keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'iybatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'iybatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qilma deydi. Demak, taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi.
shunda nafsini bo'qqan, nafsini sindirgan odamga Alloh taoloning huzurida ulkan martabalar bor. Tabiati, taklifot. Mana shu ikkalasining o'rtasida inson yuksaladi yoki tubanlikka tushadi. Xo'p. Mana endi keyingi mavzuyimiz, agar Allohni tanimasang, unga ibodat qila olmaysan. Inson kimni yaxshi ko'radi bilasizmi? Tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Tanimagan odamni yaxshi ko'ra olasizmi? Yo'q. Masalan, bir yigit 30 ga kirdi, uylandi, oliy ma'lumotli bo'ldi, hunarli bo'ldi, jamiyatda o'rnini topdi-da, jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lib yashab turibdi. Bir dona farzand. Shu payt u o'sha doktormidi, advokatmidi, ishxonasiga bir kishi keldi-da, bir erkak bilan bir ayol kelib aytishdiki, "Sen bizni bolamizsan" dedi. Hozir sen ota-onam deyotgan odamlar seni boqvagan. Haqiqiy ota-onang bizmiz dedi. Ya'ni sen tug'ilganingda bizni boqishlik imkoniyatimiz bo'lmaganda, mana shu er xotinda bolasi yo'q ekan, shunga berib ketganmiz dedi. Hali yigit so'zni eshitdi, borib turib boyaga o'zini ota-ona deyotganidan so'radi. Ikkita odam kelib menga shunaqa dedi. Bu haqiqatmi deganida ular ha, Alloh bizga farzand bermadi. Shunda o'sha sen aytayotgan ikkita odam kelib bolasini berib ketgan edi bizga dedi. Mana endi savol. Bu boqib katta qilgan ota-onasi o'zini ota-onasi emasligini bildi. Narigilarni o'zini haqiqiy ota-onasi ekanligini bildi. Aytinglarchi, mana bu o'ziniki emas bo'lgan ota-onani yaxshi ko'rib ota-onam deyatuvdi. Shularni tanir edi. Endi darrov yomon ko'rib qoladimi? Narigilar o'zini biologik ota-onasi ekanligini bildi. Darrov yaxshi ko'rib qoladimi? Nima uchun? Chunki nariga o'zini ota-onasini tanimaydi, bu boqib ota-onasini taniydi. Xulosa, inson tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Inson Robbisini tanisa, keyin Robbisini yaxshi ko'radi. Robbisini yaxshi ko'rsa, keyin qulchiligi, Allohga bo'lgan qulchilik unga rohat bag'ishlaydi. Aytdik-ku, mana namozdan huzur olyapmizmi, yo'qmi? Nimaga? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatimiz sus. Alloh taoloni tanisak, keyin yaxshi ko'ramiz. Allohni tanisak, yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rsak, Allohning ibodati bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, Allohni tanishlik kerak ekan. Allohni siz bilan bizga tanitadigan bir nechta yo'l bor. Birinchisi Qur'on. Alloh tarafidan kelgan xitob, Qur'on. O'qiysan, o'rganasan, tafsirdan xabar topasan. Mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. Ikkinchi yo'l tafakkur. Osmon yerni yaratilishini qaraysan, yaratilishdagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan. Bularni bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi. Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi. Bularni bari Alloh taoloning fe'li. Imom G'azzoliy Allohni tanishlikda odamlarni 3 ga bo'ladi. Allohni taniydigan odamlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, Alloh taoloning mahluqotlarini tanigan inson. Alloh taoloning buyruqlarini tanigan inson va Alloh taoloning o'zini tanigan inson. Mana shu uchalasi haqida gaplashamiz. 3 xil odamni aytdik. Allohning mahluqotlarini taniydigan inson, Allohning buyruqlarini taniydigan inson, Allohni o'zini taniydigan inson. Birinchisi, Allohning mahluqotlari haqidagi bilim. Bu siz bilan bizning asrimizning ilmlari. Fizika, matematika, ximiya, biologiya, astronomiya, xulos embriologiya. Bularni bari Allohning mahluqotlarini siz bilan bizga tanitadi. Mana shu dunyoviy ilmlar siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradigan darajada ilgarilab ketdi. Ana shu ilm bilan qarasak, akalar, avvalgi asrda yashaganlar siz bilan biz bilganchalik mahluqotlar haqida ilmi yo'q edi.
mikroskop bilan ana shu hujayraning ichidagi tirik narsani ko'rsatyapti. Okeanda tagiga tushib, okeanda tagidagi jonivorlarning turmush tarzini ko'rsatyapti. Shu yashirib qo'yilgan kameralarda qo'yib turib, sherlarni, yirtqich hayvonlarni oilasida turib bo'layotganini ko'rsatyapti. Siz bilan bizni asrimizdagi odamlar Allohning mahluqotlari haqidagi ilmda avvalgi asrlardan ko'ra ancha peshqadam bo'lib ketgan. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardandir, yeydigan narsalari ham. Demak, birinchi ilm qaysi ilm ekan? Mahluqotlarni sizga tanitadigan ilm. Bu dunyoviy fanlar. Ikkinchisi Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, muboh bor, makruh bor, harom bor. Bu shar'iy ilmlar. Buni qanday o'rganamiz? Birinchi ilmni universitetga borishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, qoladi kallada. Endi ikkinchi, Allohning buyruqlari haqidagi ilmga ham xuddi shu narsa kerak. Kitob kerak, domla kerak, yodlash kerak, ekzamen topshirish kerak. Bu ilmni ham asari qayerda qoladi? Miyada qoladi. Endi uchinchi ilm Allohning o'zi haqidagi bilim. Allohning o'zi haqidagi bilim. Biz yuqoridagi ikkita ilmni o'rganishlikning yo'li bir xil ekanligini aytdik. Allohning mahluqotlari haqidagi fizika, matematikani o'rganish, Allohning buyruqlari haqidagi shar'iy ilmlarni o'rganishlik bir xil. Kitob bilan, o'qish bilan, domla bilan, ekzamen bilan bo'ladi. Va bu ikkala ilmning samarasi, natijasi odamning miyasida qoladi. Endi Allohning o'zi haqidagi ilmchi? Allohning o'zi haqidagi ilm, bu ilmning xos tabiati bor. Imom G'azzoliy aytadi: Jahid tushahid. Harakat qil, ko'rasan. Birinchi ikkita ilm uchun kitob, domla, madrasa, takrorlash, yodlash, ekzamen. U ma'da qoldi, kallada qoldi. Endi Alloh taoloning o'zini tanishlikda o'rgatadigan ilmga joningni qiynaysan, nafsingni bo'g'zidan olasan, xohlamayotgan ishga majbur qilasan, haloyiqqa xizmatga burasan, nafsing xohlayotgan ishlarda nafsingni tiyasan, jiddiy jahd qilib, keyin ko'rasan. Jahid tushahid. Harakat qil, jonni qiyna, keyin ko'rasan. Biz Alloh taoloni siz bilan bizga qanday zot ekanligini tanitadigan ilm oldi turibmiz. Bu ilmni olishlik uchun faqat kitob, faqat domla, faqat takror kifoya qilmaydi. Nima kerak bu ilmga ega bo'lishlik uchun? Ko'zni tiyish kerak, luqmani halollash kerak, nafsni jilolash kerak, a'zolarni gunohdan tiyish kerak, yaxshilik qilishlikka, infoq qilishlikka, ya'ni jonimizni qiynashimiz kerak. Joningizni qiynaysiz, keyin Alloh taolo bu ilmni berar ekan. Uzoqmizda biz bundan. O'shuning uchun bizning jasadlarimiz namoz o'qiyapti, lekin nafsimiz, qalbimiz namozda emas. Endi latifa, biroz kulib olasizlar. Chunki o'shani qilib turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib esdan chiqib qolibdi, qaqa qo'yganini bilmasdan. Benamoz dinsiz boy o'qibdi, bu qilibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, top bera olmabdi. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xullas ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Lyuboy variantni qiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga ketdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xullas ertasi kuni hali boy topibdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib ketdi. Domla, rahmat, mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdi, mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha, yaxshi. Necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esingizga keldi desa, quloq qoqishim mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qoraka aytgan ekan: "Ha, o'zim aytuvdim. Shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi deb."
Xo'p, namozga keldik. Nima uchun? So'raylar o'zingizlardan. Namozga turdingiz nima uchun? Alloh farz qilgan, o'qimasam do'zaxga kiraman deb keldingiz. Bu bitta variant, qulning ibodati. Yoki ikkinchi variant, men namoz o'qisam Alloh menga jannatni beradi deysiz. Bu savdogarning varianti. Ibodat 3 xilda, qulning ibodati bor, savdogarning ibodati bor. Jazodan qo'rqib turib qilingan ibodat, xuddi qul saydidan qo'rqib xizmat qilgandek. Do'zaxdan qo'rqib qilingan ibodat, qulning ibodati. Jannatdan umid qilib qilingan ibodat, savdogarning ibodati. Endi uchinchisi oshiqning ibodati. Oshiq Allohni taniganligi uchun mukofot. Allohni taniganligi, unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. O'shuning uchun namozi mukofoti uchun. Mana endi jay namozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? Jasadlarimizni tarbiya qildik, alhamdulillah. Sunnatda amal tatbiq qilyapmiz. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ko'zimizni tiyapmiz, ammo nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi haqida hali gaplashmayapmiz. Tasavvuf ilmi haqida gaplashmayapmiz. O'shuning uchun Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit bir kecha turib namozni, bir kechani o'sha bitta tahorat bilan o'tkazib yuborardi uxlamasdan. Chunki kechasi namoz o'qishlik bu kishilarga mehnat, mashaqqat emas edi, ularga huzur, halovat edi. O'shuning uchun ularning tomonlari yorilib ketish uchun namozda turganligi kitoblarda yozilgan. Nafs tarbiyasida, jonimizni tarbiyasida, qalbimizni tarbiyasida biz hali ancha orqadamiz, birodarlar. Bandaning Robbisi bilan bo'lgan aloqasi. Qod aflaha man zakkaha. Dar haqiqat uni, nafsini poklagan najot topdi. Nafsini poklagan odam najot topdi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Nimadan najot topdi? Siqilishdan, g'am qayg'udan, qo'rquv xavotirdan najot topdi. Chunki qalbini poklagan odamni Alloh taolo mukofotlaydi. Uni qalbiga sakinatni tushirib qo'yadi. Bir mo'min odam bor, yolg'on gapiradi. Gunohlarga yengil qaraydi. Ancha-muncha gunohlarni qilib yuradi. Bunaqa ahvolida u bilan Robbisining o'rtasida aloqa paydo bo'lmaydi. Ana shu aloqa paydo bo'lmas ekan, bu odam dindan ko'zlangan samarani ola olmaydi. Bu odam uchun din harakatlar yig'indisi bo'lib qoladi. Namoz marosim, yotib turish. Roza marosim, yemay ichmay qo'yish. Zakot, haj, pul sarflab birga borib kelishing marosim. O'rgangan ilmi prosta informatsiya bo'lib qoladi. Mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa, inson malollanadi. Shu malollanishni his qilganmisizlar o'zingizlarda? Qandaydir zerikishda, doim 5 mahal namoz, doim zikr, doim Ramazon, doim taravih. Mana shu zerikishlik yaxshilikning alomati emas. Banda jahid tushahid. Joningni qiyna, nafsini jilola, nafsini xohishiga teskari ish qil, ko'rasan. Shunda Alloh taolo qalbingga nur solganini ko'rasan. Agar mana shu aloqa tikkalanmasa banda bilan Allohning o'rtasida, qilayotgan amallari bor yo'g'i marosim bo'lib qoladi xolos. Demak, nafs tarbiyasi hali yo'q. Hali haromdan nafsini tiygani yo'q. Allohga muhabbati yo'q. Shuning uchun Alloh taolo munofiqlarni shunday sifatlaydi. Astagfirullah. Va idza qamu ila solati qamu kusala yurauna an-nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yodga oladilar. Qarang, munofiqlar ham namoz o'qigan. Idza qamu kusala. Agar namozga turishsa, yalqoqlik bilan turishadi. Xo'ja ko'rsinga o'qishadi va Allohni juda ham oz eslashadi. Tushundinglarmi? Bizga aloqasi yo'qmi? Shaqdan turamizmi namozga? Yo masjidga chiqqandaylar sunnat o'qib qo'yib turib, uyda sunnat tark qilib qo'yapmizmi? Allohni zikr qilish faqat masjidda elami? Munofiq namoz o'qiyapti.
Munofiq Allohni zikr qilyapti, lekin buni namozi bilan zikrni Alloh taolo qanaqa ekanligini aytib qo'yapti. Bandani o'zining Robbisi bilan aloqasini bog'lashi abadiy saodat bo'ladi. Dunyo hayotining eng pishgan, yetilgan mevasi bo'ladi. Dunyoni hamma ikki-ichkiridan, g'alva g'ishavasidan zerikkaningdan keyin, to'yganingdan keyin g'am qayg'ularidan nafsingga xotirjamlik keladi. Alloh seni yaxshi ko'rishini his qilasan. Alloh sendan rozi bo'layotganligini bilasan. Nafsing yuksaladi, qalbing tozalanadi. Birovga hasading yo'q. Birov bilan urushmaysan, talashmaysan, g'iybat shikoyatga o'rin yo'q, ikkiyuzlamachilik yo'q, xiyonat yo'q, yolg'on yo'q, gina kudurat yo'q, pokiza qalbing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalar bilan o'tirganlarida, hozir sizlarning oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. Mashhur qissa. Qarab turishudi, soch soqolidan shu suvni tomchilari oqqan torat qilib bir odam kirib keldi. Ansorlardan. U ashara-i mubashshara emas, ulug' sahobalardan emas, oddiy bitta sahoba. Ertasi kuni Rasululloh shu so'zini qaytardilar. Yana shu odam kirib keldi. 3-chi kun ham shunday bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As uyiga borib 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun mehmon bo'ladi. Qarasa hamma qatori, ba'zi kechalari tahajjud o'qidi, ba'zida o'qimaydi, hamma qatori. Shunda hayr ma'zirni qilib chiqib ketyapti turib shuni so'raydi. Rasululloh 3 kun hozir sizlarning oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. 3 marta siz kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Nima amalingiz bor desa, hech qanaqa amalim yo'q. Siz ko'rgandan boshqa. Ha, xo'p deb ketayotganda to'xtang dedi. To'xtang birodar. Bitta narsa bor dedi. Men tong ottirar ekanman, kech kirgizar ekanman, bironta mo'minga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q dedi. Qalbni musulmonlarga nisbatan musaffo bo'lishligi, umuman insonning qalbini toza bo'lishligi jannatiy bo'lishligiga kifoya qilyapti. Bizda shu qalb bormi, yo'qmi? Biror marta totib ko'rganmisiz mana shu qalbning musaffoligi qanaqa bo'lishini? Jahid tushahid. Harakat qil. Jonni qiyna, nafsga yoqmaydigan ishlarni majbur qilib qil. Ko'rasan. Agar zehn zakovatingiz o'rnida bo'lsa, Allohning buyruqlarini o'qib o'rganishingiz mumkin. Agar xotirangiz mustahkam bo'lsa, dunyoviy ilmlarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Ammo Robbingiz sizga, qalbingizga nazar solishini xohlasangiz, qalbingizga o'zining nurini kiritishini xohlasangiz, o'qish, takrorlash, yodlashning o'zi yetmaydi. Bu martabaga faqatgina mustaqim bo'lsangiz yetasiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله عز وجل qilayotgan ibodatlarimizni husni qabul qilgan bo'lsin. Tazkiyatun nafs darslaridan navbatdagisi. Avvalgi o'tgan darslarimizni qisqacha takrorlab qo'yadigan bo'lsak, asosiy nuqtalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, Robbisini tanibdi. Boshqa hadisda aytdilar: "Arjahukum aqlan ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Ichingizda aqli rojihroqlari, Allohga muhabbati qattiqroqlari. Ya'ni kimni aqli pishib yetgan bo'lsa, u Alloh taologa muhabbati qattiq bo'ladi. Odamlar 3 xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak,
ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganilishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi. Ammo Alloh taoloning o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamithlihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan Allohni o'zini tanitadigan ilm ham bir-biriga o'xshamasligi kerak. Mana bu birinchi ikkita ilmni yo'li bir xil dedik-a, sanadi, kitob, domla va hokazolar. Ammo Allohni tanishlik uchun Imom G'azzoliy nima dedi? Jahid tushahid. Jiddu jahd qil, mehnat qil, nafsini qiyna, nafsini mehnatga sol, shunda ko'rasan. Tushunalingmi? Birinchi ikki tilimni o'rganishlik faqat zehni zo'r, xotirasi mustahkam odamlar uchun. Hammani ham zehni zo'r emas. Demak, bu shar'iy ilmlarni yoki dunyo ilmlarini o'rganishlik hammaning qo'lidan kelmaydi. Ammo Allohni qarangda ajib. Allohni tanitadigan ilmning narxi baland. Lekin bu hammaning imkoniyatida. Nafsiz xohlayotgan ishni teskarisini qilasiz. Shariat taklifotini nafsiz xohlamayotgan bo'lsa ham qilasiz. Kekirdekdan ushlaysiz nafsingizni, turasan mada deysiz, ini Alloh taolo sizga o'zini nurini soladi qalbingizga. Yana qaytarib aytaman. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlari haqidagi ilm, bu ilmlarni o'rganishning yo'li bir xil va buni hamma ola olmaydi. Zehn har xil. Alloh taoloni tanitadigan ilm, bu ikkala ilmdan baland, lekin bunga hammaning imkoniyati bor. Kim jonini ko'proq riyozatga solsa, kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonning boshini qayrib tursa, shariatni ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo beraverar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida, qancha odamlar bu ilmdan bahra olmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat, u zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat. Yangi so'zlar: tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azotlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa echkemar deymiz. Shuni pishirishdi. Rasulullohga uzatishganida qo'l uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. Amanaqa echkemar deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Aharamun huwa ya Rasululloh?" Harommi deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yevoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qilsa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana bu narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha. Rasulullohning fe'llari tariqat. Birodarlar, tariqat bilan shariatning farqi bor. Nima u? Shariatning olimi bor, tariqatning olimi bor. Shariatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozning farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi? Uni mana o'rgatadi senga. Biz hozir o'sha shariatni o'rgandik. Tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz, birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi
Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom shubhali luqmalardan saqla, seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. O'shuning uchun namozga kelayotgan odam qarasangiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahoratda chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida, o'rgangan. Qiroati, tasbih tahlillari o'rnida. Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan, qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasidan bexabar bo'lganligi uchun nechinchi rakatda turgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi. Shariat ilmi amallarni tashqi ko'rishini o'rgatadi sizga. Tariqat ilmining olimi sizni nafsingizni ibodatini, nafsingizni tarbiyasini o'rgatadi. Biz shuni o'rganmoqchimiz. Demak, shariat, tariqat, shunisi haqiqat. Rasulullohning holatlari haqiqat. Alloh taoloni tanishda birodar, bir holatdan ikkinchisiga o'tishing, bir martabadan ikkinchisiga ko'chishing, bir manzilatdan keyingi manzilat yuksalishing haqiqat ulamolarining ixtisosidan. Soddaroq qilib aytsam, ol mushlashib o'ynar eding. Kim bilandir. Aytishar eding, mushlashib ketar eding. U bir holat edi. Agar sen shariatni o'rganding, tariqatni o'rganding, endi haqiqatga kelgan bo'lsang, bir pog'ona ko'tarilgandan keyin senga g'udur-g'udur qilib so'ysa, bunday qarab turib, indamay ketadigan bo'lib qolasan. Bo'lganmi shu narsa bir amatda hayotingizda? Avval shularni bittasi edingiz. Qirqishib, tortishib, so'kinishardingiz. Imom G'azoliy aytdi: "Jahid tushahid." Joningni qiyna, nafsingni qiyna, mehnat qil, kuch sarfla, keyin ko'rasan. Demak, ilm olish uchun kitob, muallim, qiroat, takror lozim bo'ladi. Alloh taoloni tanishga esa istiqoma, dinda mustaqim turishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Shayyabatni Hud va akhawatuha." Meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi. Haqiqatan Hud surasi tushganidan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari birdaniga paydo bo'la boshladi. Soch soqollariga oqlar kirdi, qariyotgani ko'rinib qoldi bir qisqa muddatda. Rasululloh vafot etdilar. U zot Rafiqul Aloga hijrat qilganlaridan keyin sahobalarning birini tushiga kirdi. Shu hadisning sharhlarida keladi. Haligi sahobiy so'radi: "Ya Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi degan edingiz. Qaysi oyatni qarituvdi sizni?" deb so'raydi. Rasululloh javob berdilar: "Fastaqim kama umirta oyati." Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling oyati. Sizga buyurilganidek mustaqim bo'ling, to'g'ri yo'lda turing degan oyat tushganda payg'ambarimiz buyurilganidek mustaqim tura olyapmanmi degan g'am bilan Rasululloh qarab ketgandilar. Alloh buyurgandek mustaqimlikka qancha yaqin kelsangiz, shuncha darajangiz ko'tarilaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmihi." Bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilmi bor. Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. O'zining ilmi bilan havolanishi esa uning johilligiga kifoyadir. Tolibi ilmda rivojlanib, ilmda o'sib boraveradi toki o'zini tolibi ilm ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali tolibi ilmmiz. Biz hali ko'p o'qishimiz kerak desa, ammo men olimman desa, o'sha kuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilmda o'saveramiz, modomiki o'zimizni tolibi ilm ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'pmasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demak biz tolibi ilmimiz, biz o'syapmiz ilmda. Imom G'azzoliyning so'zlaridan: Alloh haqidagi ilmning narxi baland.
natijalari esa yuksak va go'zaldir. Mana shu xulosalardan bittasi. Alloh haqidagi ilmning narxi baland, lekin natijalari o'shunga yarasha yuksak va go'zaldir. Bir odam ilm izlaydi. Kitob o'qiydi, tinimsiz harakatda, ammo ma'siyatda muqim. Xohlagani yeydi, xohlagani ichadi. Bu odamning xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon. Ammo bu ilmning narxi arzon, chunki narxi o'qish, takrorlash, yodlab olish. Shumidi bu ilmning narxi? Demak, narxi arzon ekan. Ammo Allohni sizga tanitadigan ilmni narxi baland bo'ladi. Unga ko'p mehnat qilishlik kerak bo'ladi. Agar biz Allohni tanishni xohlasak-ku, lekin gunoh ma'siyatlarda ustida turgan bo'lsak, shahvatlarimizdan kecha olmayotgan bo'lsak, bu eshik biz uchun yopiq. Allohni bizga tanitadigan ilmning eshigi bizga yopiq. Agar gunoh ma'siyatdan tiyila olmayotgan bo'lsak, bu eshikka yaqin kirishlikka izn berilmaydi. Alloh taoloning nuri bizni qalbimizga berilmaydi, qalbimizga tajalli qilmaydi. Xulosa, shahvatlardan voz kechamiz, jilolaymiz, nafsimizni tozalaymiz. Shundan keyin astagfirullah, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Aytdik-ku, nafsni tozalaymiz, nafsni bo'g'amiz, havoy nafsdan qaytaramiz. Shunda Alloh aytayapti, dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Qaysilar? Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kimsalardir. Lag'vdan o'zini uzoq qilgan. Lag'v nima? Allohdan boshqa hamma narsa lag'v deyiladi. Allohdan boshqa hamma narsa bekarchilik deyiladi. Kechasi uxlamasdan futbol tomosha qilish lag'v. Chunki unda hech qanaqa sizni Allohga yaqin qiladigan ish yo'q-da. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu ish. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu so'z. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu bahs. Demak, hammasi nima ekan? Lag'v, bekarchi narsa ekan. Eshitdingmi? Mana bo'pti Yevropada. Endi futbol mana bo'lar ekan. O'tirib 1 soat somorda bahs qiladi. Xo'p, bahs tugadi. Mana shu bahsning natijasi sizni Allohga yaqin qildimi? Demak, lag'v ekan-a. Men haligi maktabimizning qorovuli Pozil tog'ar aytib berdim-a? Xuddi o'shada mana. 100 ga kirgan odam bitta sistema paydo bo'lib yo'qolib ketishni ko'rdi. 100 yil yashagan odam sizlarda gapirayotgan gaplar hammasi bekarchi deyapti-da. O'shuning uchun aytayapti, kim najot topdi? Namozida qo'rquv, umid bilan namoz o'qiydi va lag'vdan nima qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-tahuru shatrul iymon." Poklik iymonning yarmidir. Poklik iymonning yarmidir. Poklik deganda biz faqatgina jismoniy poklikni tasavvur qilamiz. Tahorat deganda biz o'sha namoz uchun qilinadigan amal maxsus a'zolarni yuvishlik. Endi Imom G'azzoliy qanday tushungan shu hadisni? Imom G'azzoliy, ko'p takrorlayman bu gapimni. Insonning psixologiyasi haqida, insonning ichki dunyosi haqida eng ko'p va eng to'g'ri gapirgan olim. Imom G'azzoliy mana shu insonning nafsi, ruhoniyati, psixologiyasi haqida buncha ilmga qanday ega bo'ldi? Qaranglar, ajibda. U kishi o'zini zamonidagi mujtahidlik maqomiga yetadi. Shar'iy ilmlarni mukammal o'rganadi. Ilmni 3 ga bo'ldik-a? Shariat, tariqat, haqiqat. Shariat ilmini mukammal o'rganib, mujtahid bo'ladida 10 yil tarki dunyo qiladi. Masjiddan chiqmaydi. Dars bermaydi. Faqat o'zini nafsini riyozati bilan shug'ullanadi. E'tikof o'tiradi 10 yil. Burungi Ramazonlarda o'tganmiz, Imom G'azzoliyning darsini eshitib qo'ysanglar bo'ladi to'p turib. Mana shu 10 yil o'zini jonini qiynadi. Yaxshi ovqatdan, doimiy uyqudan, ziyofatlardan, odamlarning mazza-bemaza suhbatlaridan, dunyodan tarki dunyo qilib uzilgandan keyin, nafsini kekirtaydan shunday ushlagandan keyin Alloh bu kishiga boshqalarga ochmagan ilmni ochdi.
insonning shaxsiyati, ruhiyati haqidagi ilmni mana shu kishiga berdi. Jonini qiynov oldi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafotining oldida Usmon ibn Affon kirdi ziyoratiga. Faloncha yil oyligingizni olmadingiz davlatdan, shu davlatingizni oyligingizni oling deganida men ketyapman dunyodan deydi. Ha qizlaringizga qoladi desa, ha qizlarimga faqirlik yetishdan qo'rqasizmi? Men qizlarimga o'rgatib qo'yganman. Har kecha Voqea surasini o'qisa, ularga faqirlik yetmaydi degan hadisni eshitgansizlar. Har kuni Voqeani bir oy o'qigansizlar. 1 yil o'qigansizlar. Qarasiz, kamchilik tugamayapti. Keyin shu hadis zaifroq shekilli ekan. Cho'tta 1 yil o'qisa ham bo'lmayapti faqirlik. Nima? Siz Alloh taolo sizni hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zini zimmasiga olib qo'yishlikni, shu Voqea surasini o'qish qo'yishlik bilanla bo'lib ketadi deb o'yladingizmi? Voqeani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz, maza lag'vi bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutulasiz, faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qil, lekin televizorda ko'radi, telefonda yotadi, maza ishlarni qiladi, gunoh ma'siyatdan chiqmaydi, duoda qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijobat bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz, xohlamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlariga, keyin kutasiz. Imom G'azzoliy mana shu hadisning sharhida aytadiki, poklik 4 xil bo'ladi. Poklik iymonning yarmi dedi payg'ambarimiz. Birinchi daraja, jasadingni pok saqlaysan. Najosatdan, nopok narsalardan. Mo'min moddiy ma'noda pokiza bo'ladi, jasadi toza bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi, a'zolaringni gunoh ma'siyatdan saqlaysan. Ko'zingni, tilingni, oyoq qo'lingni. Poklik iymonning yarmida ikkinchi ma'nosi shu. Uchinchisi, axloqingni toza qilasan. Yomon xulqlardan, kibrdan, hasaddan, gina-kuduratdan, g'azabdan, g'iybatdan. To'rtinchisi, Allohdan boshqa hamma narsani qalbingdan chiqarib tashlaysan. Qalbingda faqat Alloh bo'ladi. At-tahuru shatrul iymon. Poklik iymonning yarmi deyildi. Musulmonda jasadi toza bo'ladi, a'zolari gunohlardan toza bo'ladi, axloqi toza bo'ladi, hamda qalbi toza bo'ladi. Qalb Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz. Alloh taolo sizlarning suratinglarga, jasadlaringlarga qaramaydi, lekin qalblaringlarga qaraydi, amallaringlarga qaraydi deydi. Bir odam Ka'bani tavof qilar ekan, duo qilyapti. Ey Alloh, mendan rozimisan? Shunda haligi odam orqasida kelgan bir kishi, ey birodar, Robbingiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham Robbingizdan rozimisiz dedi. Haligi duo qilgan odam, siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam, men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? Imom Shofiy edi. U kishi, qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. Imom Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek, musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demak sen Robbingdan rozi ekansan. Xursandchilik kelganda alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazobaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q, ha? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. Imom G'azzoliy aytdi-yu, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm, lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland, birodarlar. Ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashlaymiz oyog'imizni tagiga.
Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyam shundaylar, birodarlar. Jonni qiynash kerak ekan. Ko'zni tiyish kerak ekan. Tilni tiyish kerak ekan. Sunnatni o'qish kerak ekan. Tasbihni aytishlik kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Shunda uni ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astagfiru billah. Innalloha ashtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting, agar sarf qilishlik kerak bo'lsa, pulni sarf qilishlik osonmi, jonni sarf qilishlik osonmi? Molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi. Shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi, lekin ikkalasini ham qila oladi inson. Bitta mana shu oyatda nafs moldan avval zikr qilindi. Asl narsa shu. Nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta saxovat qaysi saxovat desa, mol sarf qilinayotgan saxovat emas, jon nafs qilinayotgan saxovat. Nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi: akangiz, ukangiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'zi ishlashingiz bu nafsning saxovati bo'ladi. Mardiko'z bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kech-kech ishlaysan desa, olib kelib qo'yasiz. Aka, meni jina ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu kasam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimidi, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimidi? Sizni yuzga shuna qilishdi. Qasinisi yaxshi edi sizga? U sizni qadrlagani uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi. Erishmoqchi xolos shu martabaga. Ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni kanda qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan osh-go'sh, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bularda hammasini tashlaydi. Keragicha uxlaydi, keragicha yeydi, ulfatlardan voz kechadi, kayf safodan voz kechadi, jonni qiynaydi, professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, al-malikul muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportsmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uyidan olib ketadi. 1 oy, 2 oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikr, zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishligi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xohlasangiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duoda qilamiz, bu yerda hayot bobbagiday ketaveradi. Yo'q, birodar. Sening uyingda faqirlik tugamaydi. Sening uyingda baraka bo'lmaydi. Joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabani narxi baland. Hamma rag'bat, xohish, iste'larni oyog'imizga tashlaymiz, vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz. Shunda shu martabaga erishamiz. Ey sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti: "Ey sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi?" Sayyidi javob berdi ustozi: "Sizlarda molning 1/4 zakot qilib beriladi. Bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi" dedi. Aytdi-yu, Alloh
jannatni sotdi ularga dedi. Nimani evaziga? Nafsini va molini sarf qilishlik evaziga. Allohga topshirasiz, o'zingizni qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azoliy aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amr va nahiysini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shar'iy ilmlarni o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-ku, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsingni majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqidagi ilmdan g'ofil qolibsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rost ekanligiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yaxshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana shu ishlarga. Nafsni jiloladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'iybatdan tiyildingiz, o'zingiz majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisi-chi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyoparast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan. Xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan. Tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. 1 yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilardingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, men kerak emas. Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oysha bilan Saffon haqida gapirayotgan gapni eshitdingizmi? Ya'ni shular zino qildi degan gap tarqab qolgan edi." "To'xta" dedi. "To'xta. Sen shu ishni qilarmiding?" dedi ayoliga. "Yo'q, qilmasdim" dedi. "Men shu ishni qilarmidim?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oysha sendan yaxshi. Saffon mendan yaxshi" dedi. Ana birodarlar, Alloh taolo shuni aytdi. Mo'minlar shunday deyishsa bo'lmasmidi dedi mana Nur surasida. Ko'chadan keldingiz, eshitdingizmi dadasi? "To'xta xotin, menga kerakmi shu hozir?" "Yo'q, menga kerak emas, qo'y gapirmay qo'yaver." "Menga tegishli bo'lmasa gapirmay qo'yaver." Allohni tanitadigan ilmni olish uchun itoatda bo'lish, mehnat, infoq, sarf lozim bo'ladi. Al-imanu iffatun anil matami'i, iffatun anil maharimi. Iymon nima? Iymon ta'malardan iffatli bo'lish, man qilingan narsalardan iffatli bo'lish. Ta'madan uzoqsan, gunohdan uzoqsan. Umar ibn-Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida ana shu sahroda qo'y haydab yurgan cho'ponga duch keldi. Mashhur qissa. Haligi cho'ponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Sotaver, pulini olasan. Qo'yda o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Haligi cho'pon aytdi: "Vallohi menga pul juda ham zarur hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi" dedi.
hech kimga bildirmasdan o'sha $1000 chiqarib oldingiz o'rtadan. Hech kim bilmaydi yolg'on gapirganingizni. Kim bilib o'tiribdi ayting? Hech kim bilmaydi. Raspiska olgani yo'q, diktofonga yozib olgani yo'q. Siz bilan Alloh o'rtasidagi sir. Shunda Allohdan qo'rqib olib borib bera olyapsizmi? Muborak bo'lsin, iymoningiz bor ekan. Mana shu iymonning javhari, iymonda asli. Mo'min odam shunday beradi, ketaveradi. Bu faqat mo'minlar o'rtasida bo'ladi, ishonavering. Muzorabaga biznes qilasiz. Birov $10,000 berdi, biznes qildingizda foyda bo'lmadi deyapsiz. Bu qayerdan biladi u? O'shuning uchun muzoraba faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladigan muomala. Allohdan qo'rqmagan odam bilan muzoraba qilib olmaydi. Muzorabani puli kuyib ketsa, mehnat qilgan hech narsa to'lamaydi, pul egasi pulga kuyib qolaveradi. U faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladi. Allohning amrida mustaqim bo'lgan kishigina iymonning lazzatini totiydi. Olib borib beradida maza qiladi. Chunki shayton nima deyatuvdi? Bir 200 ni olib qol deyatuvdi. Qanday biladi? Berdingmi desa berdi deysan, sanab o'tiramidi deydi. Shunda 200 ham olmasdan 1000 olib borib berdingiz. Maza qilasiz. Nima qila oldingiz nafsingizni? Shunday yenga oldingiz, sindira oldingiz. Demak, Allohning amrida mustaqim bo'lgan bandagina iymonning lazzatini tota oladi. Endi Allohga iqbol qilmagan odam bu iymonning lazzatini nima ekanligini totmaydi. Imom Junayddan so'raldi. Allohning valisi kim? Allohning do'sti. U suv ustida yurib ketadigan yoki havoni bosib tevaga ko'tarilib ketadigan odammi? Imom Junayd javob berdi. Sen uni amr va nahiy ustida topasan. Mana shu inson haqiqiy validir. Farzni bajaradi, gunohdan tiyiladi. Dunyo ilmlarini o'rgatadigan jamiyalar to'lib yotibdi, birodarlar. Fizikani, matematikani, boshqa ilmlarni. Mana shu o'rganayotgan dunyoviy ilmlari agar inson xohlasa, unga Allohni eslatadigan ilm bo'ladi. Yer yuzidagi har bitta ilm insonga Allohni tanitadigan bir eshik bo'lishi mumkin. Albatta bu narsani mana shu talib ilm xohlayotgan bo'lsa. Allohning buyruqlari haqidagi ilm ham shularga muhtoj bo'ladi. Madrasaga, muallimga, takrorlashga, sinovga, imtihonga. Ularning natijasi miyada qoladi. Xulosa, inson bir narsani haromligini bilib turib ham qilayotgan bo'lsa, bu odam Allohning amrini tanibdi, lekin Allohni tanimabdi. Agar bir banda Allohni buyruqlarini tanib turib, o'sha gunohni qilayotgan bo'lsa, shariatning hukmlaridan xabardor bo'ldi, lekin Allohning kimligidan xabardor bo'lmadi. Alloh azza va jalla barchalarimizni shariatni ham, tariqatni ham, haqiqatni ham ilmini o'rgangan solih bandalardir.